Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 29-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azar, sizlarni Oynai jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Hurmatli aka-uka, opa-singillarim, sizlar ertangi 29-namoz jadvali bilan tanishmoqdasiz. Siz bu kanalga kirdingiz, bu videoni ko'ryapsiz, demak siz namoz jadvalini ko'ryapsiz. Birinchi o'rinda like bosing va videoni oxirigacha ko'ring. Kanalda yangi bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lishni unutmang. Azizlar, namozim endi boshlamoqchi bo'lgan aka-uka, opa-singillarimizga eslatma sifatida mana har bir namozda necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqatgina siz azizlar uchun. Iltimos, videoni ko'rishdan oldin birinchi like bosib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. 2,5 minutingizni ajratsangiz uzoqqa ketmaydi azizlar. Siz savob ish qilgan bo'lasiz. Faqat o'zingizga tegishli jadvalni ko'rib chiqib ketmasdan videoni iltimos oxirigacha ko'ring. Shunda bizga manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun bizga pul kelmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Shu uchun azizlar, men shuncha gapiryapman, shuncha qayta aytayapman, lekin baribir ba'zilarimiz like bosishda baxillik qilyapmiz. Jadvaldan foydalanib shunchaki chiqib ketyapmiz xolos azizlar. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ramiz. Like bosamiz, kanalga yangi bo'lsak obuna bo'lamiz va yaqinlarga tarqatib qo'yamiz. Azizlar, Telegramda kunlik namoz vaqtlari kanalini ochganman. Silkasini soобщение bo'limiga qoldiraman. O'tib albatta obuna bo'lishni unutmang. Ba'zi sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqmay qolsa, lekin kunlik namoz jadvallari Telegram kanalimda chiqib boradi, xudo xohlasa. Mana azizlar, sizlar bilan xayrlashmayman, keyingi efirgacha deyman. O'zingizni ehtiyot qilingizlar. Salomat bo'lingizlar.